Refar kuzatuvchilari tayyor uylarni ko'rsatishda davom etamiz. Navbatdagi manzilimiz yana shahar hokimiyati orqasi 7 qavatli yangi qurilgan domlarda 3-qavatida bo'ladi. Hamma narsasi bilan sotuvga chiqyapti. Tayyor xonadon so'rayotganlar uchun ayni muddao. Xo'p, bu yer kirish qismi uzun hol va shkaflar o'rnatilgan, kiyim ilish uchun joylar mavjud. Bu narsalar ham hammasi qoldiriladi va chap tarafda oshxona joylashgan. Birinchi bu tarafni ko'rib chiqamiz. Qismi o'rnatilgan, isitish tizim mavjud, gaz plita, vitishka va qolgan narsalar ham hammasi qoldiriladi. Va bu xonasi mehmonxona. Ugolok mebellar, konditsioner o'rnatilgan, radiator o'rnatilgan, televizor bor, hammasi qoldiriladi. Chiroyli remont holatida. Va to'g'rida sanuzel joylashgan, alohida qilingan. Bu juda ham qulay. Ko'rishingiz mumkin. Stiralniy mashina bor, bu qoldiriladi. Bu yer hojatxona. Bu taraf esa kattalar yotoqxonasi. Ko'rishingiz mumkin, ixchamgina yotoq o'rni ham qoldiriladi. Va bu tarafda esa bolalar yotoqxona. Ya'ni qiz bolalar, bu tarafida qizlar, bolalar yotoq o'rinlari, shkaflar ham qoldiriladi. Radiator o'rnatilgan, uy issiq holatda. Do'stlar, manzilni qaytarib o'tamiz. Shahar hokimiyati orqasi yangi qurilgan 7 qavatli domlarning 3-qavatida joylashgan. 3 xonali umumiy 78 kvadratga ega bu xonadon egalari tomonidan $48,000 deb baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib egasi bilan savdolash imkoniyati mavjud. Ushbu uy va shunga o'xshash ko'plab uylar haqida batafsil ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Refar, siz izlayotgan uylar shu yerda.